O'rtoqlar, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ilhomjon Ibrohimov va bugungi darsligimizda biz qanday qilib kriptovalyutalarda katta kashloklarni va katta kitlarni hamyonni tekshirishni o'rganamiz. Bu esa bizga o'z o'rnida bozorga kirishimizga bo'lgan ishonchni uyg'otadi. Chunki aynan katta kitlar sizdan ko'ra ko'proq analiz qilishadi va shu bilan birgalikda sizdan ko'ra ancha ko'proq mablag'ni investitsiya qilishib, ushbu loyihani qanchalik potensialga ega ekanligini sizdan ko'ra yaxshiroq tekshirishadi. Lekin bizning asosiy vazifamiz o'rtoqlar, shunchaki ularning ortidan ular sarmoya kiritgan loyihalarni tekshirib, ular bilan birgalikda sarmoya kiritish va ular bilan birgalikda sotishni taqozo etadi. Va o'rtoqlar, bizga buning uchun coingecko.com sayti kerak bo'ladi. Va sizlarga men misol tariqasida PP kriptovalyutasini tekshirib ko'rsataman. Va o'rtoqlar, mana PP kriptovalyutasiga kirganimizdan so'ng mana bu yerda kontrakt degan joyi bor. Ko'rib turganingizdek, PP kriptovalyutasining kontrakti, ya'ni u Ethereum blokcheyni orqali ishlab chiqilgan. Va biz ushbu kontrakt adresini kopировать olamiz, ya'ni ko'chirib olamiz. Shundan so'ng o'rtoqlar, mana bu yerda dune.com degan sayt bor. Aynan mana shu saytga kiramiz. Eslatib o'taman, ushbu saytga kirganingizdan so'ng albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying, aks holda sayt ishlamaydi. Va o'rtoqlar, biz search bo'limidan token analyzor deb yozamiz. Mana o'rtoqlar, bizda Defimochi chiqdi, aynan mana shu bo'limga kiramiz. Va kirganimizdan so'ng o'rtoqlar, bizda mana bunday turdagi sarlavha ochiladi va chain bo'limidan biz optimizm emas, Ethereum blokcheyni tanlaymiz, chunki PP kriptovalyutasi aynan Ethereum blokcheyni orqali ishlab chiqilgan. Endi shundan so'ng o'rtoqlar, token adres bo'limiga boyagi PP ni adresini biz qo'yamiz. Mana o'rtoqlar qo'ydik va day 30 turibdi. Buni biz o'rtacha 90 kunga o'zgartiramiz. Ya'ni oxirgi 90 kun ichida ko'rishimiz mumkin ma'lumotlarni bizga chiqarib berdi. Endi bu yerda o'rtoqlar yangi ochilgan kashloklarni ko'rishingiz mumkin. Mana aynan mana shu kunda 2025-yil 19-yanvar kuni 150 mingtaga yaqin PP bo'yicha yangi hamyonlar ochilgan ekan. Bu esa o'z o'rnida ushbu kriptovalyutaga bo'lgan talabni oshiradi va aynan mana shu kunda ko'plab savdolar bo'lganini o'rtoqlar bizga ma'lumotini beradi. Va o'rtoqlar, shu bilan birgalikda mana bu yerda ko'rishingiz mumkin aynan bugungi kunda ochilgan kashloklarni. Ya'ni bu juda ham kam. Ya'ni ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar, bu yerda misol uchun bir kunning o'zida mana 3867 ta yangi kashlok ochilgan bo'lsa, bugungi kunda o'rtoqlar 388 ta yana kashlok ochilgan. Bu esa o'z o'rnida ushbu kriptovalyutaga bo'lgan talabni hozirgi paytda past ekanligini bildiradi. Va aynan ushbu kashloklar soni o'rtacha 1000 dan oshgandan keyin bizni kriptovalyutamizga bo'lgan talab oshayotganligini bildiradi va kriptovalyutamizning narxi keskin ko'tarilishi mumkin. Va o'rtoqlar, biz pastroqga tushamiz endi. Pastroqga tushadigan bo'lsak, bizga aynan mana bu bo'lim muhim hisoblanadi. Va aynan ushbu bo'limda biz qanday qilib o'sha bu kriptovalyuta orqali daromad qilishganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda qaysidir kashlogimiz, mana bu yerda kashloklarimizning adresi keltirilgan. Ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar, $187 ming daromad bilan chiqqan ekan. Mana bu kashlogimiz esa $159 ming daromad bilan chiqqan. Ya'ni $159 ming daromad bilan o'z kriptoaktivlarini bozordan sotib chiqib ketgan. Va o'rtoqlar, kelinglar mana shu aktivlarni biz tekshirib ko'rishga harakat qilamiz. Va o'rtoqlar, eslatib o'taman, mana bu yerda sell degan joylari bu aynan kriptovalyutani sotganlari, buy esa olganlarini bildiradi. Buni barcha bilsa kerak. Endi o'rtoqlar, bizga asosan qaysi bir ishonchliroq bo'ladi? Mana bu yerda stable coin borlar ishonchliroq bo'ladi. Mana bu yerda DAI emas, chunki DAI kashloklarning asosiy strukturasi botlardan iborat. Biz esa aynan stable coinlarga bog'langanlarni tekshirganimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Keyin sizlar bilan unisini ham bunisini ham tekshirib ko'ramiz. Endi o'rtoqlar, shundan so'ng mana ko'rishimiz mumkin aynan qachon sotuv bo'lganini. 2025-yil ekan.
Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkin. 9-mart kuni aynan PP bo'yicha $187,000 fiksatsiya qilingan. Endi o'rtoqlar, aynan ushbu kunda qanday sotuv bo'lganini ko'ramiz grafiklar orqali. Ya'ni TradingView platformasiga kiraman uning uchun. Ya'ni 9-sanada qanday turdagi sotuvlar bo'lgan va grafik holati qanday bo'lgan. Ya'ni ular bekordan bekorga sotib chiqib ketishmagandir balki. Endi o'rtoqlar, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. 9-martni. Mana 9-martda o'rtoqlar, mana bu kashlogimiz eng deyarli menimcha pastki nuqtalarda sotib o'rgan. Mana o'rtoqlar, 9-mart mana shu joyda sotib, endi eng pastki nuqtada sotgan ekan deyarli, mana bu yerlarda sotilgan. Va o'rtoqlar, shunda ham bu kashlogimiz $125,000 daromad bilan chiqib ketgan ekan. Endi o'rtoqlar, bundan keyin narx yana tushib ketgan, ko'rganingizdek, juda ham katta tushish bo'lgan. Va kelaylik просто tak mana shu kashlogni o'zini tekshirib ko'ramiz va shunga qarab biz ushbu kashlog bo'yicha o'z xulosamizni bilamiz. Mana blokchainga kirdim va blokchainga kirganimizdan so'ng mana bu yerda uni adresi bor, ya'ni ushbu kashlogning adresi, uni men ko'chiraman va Dbank saytini ochaman. Mana Dbank saytini ochaman o'rtoqlar. Bu Dbank saytini ishlatishingiz uchun albatta o'zingizni hamyoningizni ulashingiz kerak bo'ladi, yo MetaMaskmi yoki shunga o'xshagan boshqa bir hamyonni ulaysiz. Iloji boricha puli bo'lmasin, chunki bu sizning hamyoningiz uchun xavfli bo'lishi mumkin. Menda avtomatik уже ulangan. Endi men ushbu adresni qo'yaman bu yerga va tekshirib ko'raman. Ya'ni ushbu adresni hozirda ko'rib turganimizdek $20,000 depoziti bor ekan va hozirgi paytda hamma pulini ushbu adres Ethereumda saqlayotgan ekan. Xo'p o'rtoqlar, demak faqatgina bu adresimizda Ethereum bor ekan. Endi keyingisini ko'ramiz. Misol uchun yana bitta boshqa adres tekshirib ko'ramiz. Sal pastroqqa tushamiz. Ya'ni o'rtacha kelaylik grafikdan ko'ramizda, ya'ni aynan mana bu joylarda misol uchun qanchalik darajada o'sish bo'lganligini ko'ramiz. Agar bizga ushbu saytimiz informatsiya bersa, ya'ni mana shu sanalarda ham kimdir sotganmikan o'zi yoki mana bu yerlardami kimdir sotganmikan degan savollarga kelaylik javob olib ko'ramiz ushbu saytimiz orqali. Buning uchun biz yana yuqoriroqqa chiqamiz va yuqoriroqqa chiqqanimizdan so'ng o'rtoqlar, mana bu yerda day kelaylik o'rtacha 150 kunga o'zgartiramiz. Ya'ni oxirgi 5 oy ichida. Mana o'rtoqlar, bizga oxirgi 5 oy ichida bo'lgan savdolarni ochib berdi. Va o'rtoqlar, pastroqqa tushamiz endi. Endi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, eng katta kashloglar mana bu yerda ochilgan ekan, ya'ni noyabr oyining 14-sida eng katta savdolar bo'lgan ekan. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerdan ham qidirib ko'ramiz. Ya'ni bizga o'rtacha mana demak 16-sentyabr kunga savdolar bor ekan $66,000 daromad bilan. Keyin mana bu yerda dalish ketgan. Bu yerda asosan sentyabr oyida mana bizda 4-noyabr kuni $24,000 daromadlar. Tak, yana teparoqga chiqamiz. O'tkazdim keyingisiga. Va bizga aynan o'rtoqlar 14-noyabrga yaqin bo'lgan sanalar muhim bo'ladi, chunki aynan o'sha paytda yaxshi ko'tarilish bergan. Demak, mana 5-noyabr kun bor ekan. Bu yerda ham kichkina daromadlar ko'rishimiz mumkin. Mana hammasi kichkina daromad. Kattaroq daromadlarimiz faqatgina mana bu yerda ekan. Ya'ni aynan mana shu kashlog $66,000 daromad qilgan ekan. Va ko'ramiz, demak 16-sentyabr kuni grafik qanaqa holatda bo'lgan? 16-sentyabr. 16-sentyabrni tekshirib ko'ramiz o'rtoqlar. Tak. 11, 15, 16 mana 16-sentyabr mana bu yerda bo'lgan ekan. Ya'ni ushbu kashloglarimiz
mana bu yerlardan sotib olgan bo'lsa va bu mana bu yerlarda sotgan. Endi ko'rishimiz mumkin, u bozorni aynan korreksiya paytida sotib olgan, keyinchalik narx tushgan. Va aynan mana shu sotgan odamni endi biz tekshirib ko'ramiz o'rtoqlar. Ya'ni ushbu adresni birinchi bo'lib o'zimiz uchun ko'chirib olamiz. Mana ichiga kirdim. Keyingisi yana bitta bosdim. Ko'chirib oldim Cashlog adresini va debank.com saytiga o'tdim. debank.com saytiga o'tamiz va mana bu yerdan tekshirib ko'ramiz. Mana o'rtoqlar, hozirgi vaqtda ushbu Cashlog'imizni $87,000 puli bor ekan. PayPal asosini tashkil qilar ekan, ko'ryapsizlarmi? $80,000 ga hali PayPal olib qo'yibdi yana va uni kutib o'tirgan ekan. Ya'ni ushbu Cashlog'imiz menimcha hali ham o'sishini kutyapti. Buni biz yana bitta ko'ramiz. Mana o'rtoqlar, sotilgan, ko'rib turganingizdek, yani sotgan o'sha paytda u. Undan keyin yana bir marta PayPal ga sarmoya kiritgan ekan. Va menimcha o'rtoqlar, ushbu Cashlog'imiz hozirgi vaqtda PayPal ni o'sishini kutyapti. Endi o'rtoqlar, bu token analizer saytimizni bizga nimani beryapti? Ya'ni Duna.com saytimiz birinchi o'rinda bizga aynan mana shu kriptovalyutani qanday turdagi cashlog'lar saqlashini, qaysi paytda sotganini informatsiyasini olamiz. Shundan so'ng ushbu aynan cashlog'lar qaysi kriptovalyutalarga sarmoya kiritganligini debank.com sayti orqali ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Umuman olib qaraganda istalgan kriptovalyutangizni siz debank.com sayti orqali adreslarini tekshirsangiz bo'ladi. Katta hamyonlarni tekshirsangiz o'rtoqlar, albatta ular olgan cashlog'larni siz ham ko'rasiz. Va shu bilan birgalikda ushbu cashlog'ni qanchalik kriptovalyutalarga sarmoya kiritganligini ko'rgan holatda siz ham ularni ortidan sarmoya kiritib daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Men sizlarga yana bitta o'rtoqlar bitta cashlog ko'rsatib o'taman. Agar ushbu cashlog'imizni bizda hozir ham aktiv holatda bo'lsa va sizlarga shunaqa cashlog'larni yoritib berishim qiziq bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga o'rtoqlar shu mavzu bo'yicha ikkinchi darslikni ham tayyorlayman. Va mana shunaqa cashlog'larni biz ko'proq razbor qilishni boshlaymiz. Chunki bu cashlog'larni aynan qanaqa kriptovalyutaga sarmoya kiritganligi va bu cashlog'larni harakati hammamiz uchun menimcha qiziq bo'ladi. Mana o'rtoqlar, bitta cashlog'ni yana oldim va to'g'ridan to'g'ri debank saytiga kirdim. Va o'rtoqlar, buni mana sizlarga tekshirib ko'rsataman. Mana ko'rib turganingizdek o'rtoqlar, bu cashlog'imizni $109 million puli bor. Va mana PayPal ga ham sarmoya kiritgan, Floki, VLD, Ethereum Fi, Mas, Gala, Hot, Ark ham mana o'rtoqlar ko'rib turganingizdek juda ham ko'p kriptovalyutalarga sarmoya kiritgan bu cashlog'imizni. Va biz aynan mana shunday turdagi cashlog'larni yaxshilab tekshirgan holatda o'rtoqlar, biz bozorga nisbatan o'z ishonchimizni oshirsak bo'ladi. Chunki bu cashlog'lar shuncha pul kiritayotgandan keyin, misol uchun PayPal o'ziga $15 million pul tiqqan ekan. Asosiy aktivlari ko'rib turganingizdek Memecoin ekan. Misol uchun VLD ga mana $3 million sarmoya. Ko'rasizlarmi o'rtoqlar? Bu odamlar menimcha bizdan ham, sizdan ham ko'proq bu loyihalarni tekshirishadi, sababi ular juda katta pul bilan bozorga kirishmoqda. Va o'rtoqlar, agar sizlarga mana shunaqa cashlog'larni ko'proq obzor qilishimiz, ko'proq tekshirishimiz va ushbu darslikni davomi chiqishini xohlasangiz, albatta like bosib qo'ying va keyingi safar o'rtoqlar qanaqa mavzularni ko'proq yoritib berishimizni xohlasangiz, albatta izohlarda yozib qoldiring. Barchani kutib qolamiz va hammaga rahmat.